Hozirgi mavzuyimiz mahsulotimizni taqdim etish mavzusi. Kelgan mijozlarga qanday tushuncha berish. Misol uchun hozir men sizlarga bittasini ko'rsatib chiqaman. Ipak gilamimiz qo'lda to'qilgan. Bu ham ipak gilam qo'lda to'qilgan. Ammo bu yerda qoqma gilamimiz bor. Bu ham qo'lda to'qilgan gilam. Narkisi qo'lda to'qilgan jun gilami. Bu ham qo'lda to'qilgan. Lekin andozalar, razmerlari hammasi bir xilda, почти. Farqlar nimada bu yerda? Vaqt ko'proq sarflangan. Asosan materiallarimiz boshqacha, masalan, bu jundan to'qilgan, razmer, andozasi bir xil, ammo bunisi ipakdan to'qilgan. Shu maqsadga narxlari juda ham farqli. Misol uchun agar men ko'rsatmoqchi bo'lsam, ranglar o'zgarib turadi ipak gilamni. Bitta mana bu yoqdan qarasangiz, ranglari to'q bo'lib turadi. Agar bu yoqdan o'gir qo'ysak, rangi ochiq bo'lib turadi. Shu maqsadga bu ayta olamizki, 100% bu ipak gilami va qo'lda to'qilgan gilam bular hammasi. Narkisi ham mana bu ham ipak gilami. Bu ham ranglar o'zgarib turadi. Bir tomondan to'qroq, bir tomondan ochiqroq bo'lib turadi. Bular ipak gilamlar, lekin bu yerda shers gilamimiz bor. Bu shers qoqma gilami. Bu to'qish jarayonida taxminan yo 10 kun yo 15 kun vaqt ketadi. Lekin bu gilamimizda ipak gilamimizga 6 oydan to 1 yilgacha to'qiladi. Narki shers gilamlarimiz yo jun gilamlarimiz bor. Bular 3 oy yo 4 oy vaqt sarflanadi. Ko'proq gilamlarimizni vaqt sarflangani uchun qadrlanadi. Chunki ko'proq to'qilsa, ko'proq vaqt sarflansa, shunga ko'proq to'lashimiz ko'proq bo'ladi. Tugun ko'proq bo'ladi, tugun ko'proq bo'lsa, gilamlarimizning sifati zo'r keladi. Bugungi mavzuimiz shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.